Hello, boss. How are you today? Босс, слушай, моему другу очень нужна работа. Давай позовем его. Что это тебе? Визу просто дай. Birodarlar, aynan viza haqida o'ta go'zal xushxabarim bor. Tuni kecha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning AQShdagi elchisi Furqat Sadiqovga buyruq bilan chiqdi. AQShdagi mavsumiy ishchilar jalb qilinadigan ro'yxatiga O'zbekistonni qo'shish. Bu nima degani? Birodarlar, kim Angliyaga borgan, kim Shveysariyaga borgan, ya'ni ferma, qishloq xo'jaliklarida kim ishlagan, aynan shu narsa endi Amerika bilan bo'lishi mumkin. 2025-yilning boshida bu qaror qabul qilingandi. Ya'ni 2026-yilni boshi bilan Amerika qishloq xo'jaligiga katta o'zgarishlar kiritish, ya'ni H2A vizalarini osonlashtirish. Boshqa migrantlar kirib, aynan shu ishda halol ishlab, qaytib Amerika Qo'shma Shtatlaridan chiqib ketish uchun va qishloq xo'jalik, ya'ni fermerlarning xarajatini pasaytirish uchun. Birodarlar, agar hammasi o'xshasa, inshaalloh bu qarorlar qabul qilinsa, agar Furqat Sadiqovning qo'lidan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning buyruqlari kelsa, albatta Amerika orzuligicha qolmaydi.